Oramizda mana bu aktyorni tanimagan inson bo'lmasa kerak. Uyda yolg'iz filmidagi Daniel Stern qiyofadoshi bizning mahallamizga tashrif buyurdi. 49 yoshli chexiyalik Alishva ayoli 43 yoshli sharkalar bizning mahallamizga naq 3600 kilometr masofadan ortiq yo'llarni bosib kelyaptilar. Ular meni ijtimoiy tarmoqlardan, ya'ni Instagram, TikTok, Facebook, YouTube kanallaridan videolarimni ko'rishgan va meni bir ko'rishda tanidilar. Xullas, ularning maqsadi O'zbekistonni, butun turistik obidalarni ko'rish, o'zbek madaniyati, o'zbek odamlari, o'zbekona taomlar, o'zbekona yashash tarzini ko'zlari bilan ko'rish uchun bizning davlatimizga xursand bo'lib tashrif buyuryaptilar. Bizning o'zbekona tarvuzlarimizdan ham tatib ko'rdilar va tarvuzlarimiz ularga juda yoqqanini bizga bildirib o'tdilar. Chexiyalik Alish va Sharko do'stlarimiz bizning davlatimizdan, mahalliy insonlardan, bizning qishlog'imizdan juda mamnun bo'lib, bizga katta rahmatlar aytib, ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lib va Xiva shahrimizga yo'llarni davom ettirib ketdilar. Videomiz yoqqan bo'lsa, iltimos like bosing, kommentariya qoldiring va yaqinlarga jo'natib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.